Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Uzun tumani Mehnat mahallasiga mana bu mebelni olib kelib o'rnatib, hozir qaytib ketyapmiz. Sizlarning kimga shunaqa fasondagi mebellar kerak bo'lsa, buni razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 280 ga, balandligi 230 bo'ldi. Bu o'rta polka, mana ikkita tortmalari ham ko'ryapsizlarmi? Tortmalari ham chotki. Tortmalar ham chotki. Endi mana bu ikkita chekka bu kiyim ilaydigan nimasi tepaga xuddi shunday zakaz qilingan. Bo'lmasa pastga bir polka qo'yib berardik. Faqat tepaga polka bo'lsin. Ko'p polka kerak emas deganlariga faqat tepaga polka qilib berdik. Pastga uzun kiyimlar bo'lsa, bemalol o'lishadi. O'rta oyna. Oynaning yoniga 3 ta 6 ta haligi fason uchun palasa shramga o'xshattirib xuddi shunday nima qilib berdik. Xuddi shunaqa zakazlar kimga kerak bo'lsa, aytsalaringiz, xudo xolasa dastavka ichida xuddi shunday o'rnatib borib beramiz. Shu ekran tagiga nomerimni qoldiraman. Bemalol murojaat qilib zakaz qilishlaringiz mumkin.